Nechanchi yil boshlagansiz bu kasbni? Xo'p, Azizbek buni 95-yillarda zapchastni savdo qilardi ipodromda. Bitta qo'shnimiz keldilar-da, ukam dedilar, 9000 so'm pul berib turgin dedilar. Ustalarimiz dedilar, ketyotdi. Har kechqurun senga beraman dedilar. Men ungacha mol hol hech narsa boqmagan bolaman, 9000 so'm kassadan berdim. Shu bilan kechqurun chiqdilar, chaqirdilar, uylarga olib kirib, bitta buqani ko'rsatdilar. Mana bunaqa bitta qora buqani ko'rsatdilar. Bir jivoy vес 400 kilo atrofida bo'lsa kerak. Mana shunda dedilar, o'sha 9000 pulingga olgin, 10 mingga bermadim. Buni nima qilaman desam, olib borib boqasan, semirtirib sotasan, nima berasan, palon narsalarni berasan dedilar. Shu bilan olib kirdim, 3-4 oy, 4 oy, 5 oy boqdim, chiqib ko'rdilar. Yaxshi bir tayyor bo'libdi, uni sotamiz deb aytdilar. Shu bilan oddiy kuni bozorga olib chiqdi. Bitta amakiga 24 mingga sotdi. 9 mingga olgan. Ha, 24 mingga sotdi. Ajoyib ma'lumotlar. Shu bilan yana bitta olib bering dedim. Bozor o'zida 18 mingga bitta buqa olib berdilar. Mana bunaqa chovkar edi, mana oq buqa chovkar olib berdilar. Uni ham 4 oy, 5 oy boqdim. Uydan qassobga 60 mingga sotdim. Shu bilan shu ishga kirishib ketdi. Alloh baraka berib, keyin sekin mana bunaqa joylar qilib, ishni kattalashtirish boshladi. Har bir narsaning ikki qiymati bor-da, bir narsaga bir narsa sababchi bo'ladi. Shunaqa bo'ldi. Juda bir ajoyib boshlangan edi. Ha, shunaqada endi biz ham bilmagan odam shuncha xarajat qilib, shuncha molni ola olmaysiz. Uni aqlingiz yetmasa, u bo'lmaydi. O'sha 2 ta 5 ta uyda 10 tagacha boqdim hovlimda, 10 tadan keyin yo'qda bu yerda joylar qilib, endi mana shu kattaroq joy qilib keldim.